Pashinyanning o'zining yana bir tarafi uni poytaxtdan emasligi ham. Masalan, Ijevadan-ku. Ya'ni u Armanistonda baribir nima deydi, poytaxt baribir boshqacha, ha, intellektual markazlar, ya'ni bizni qishloq aholisi kim tushunadi degan masala ham bor edi. Ijevandan ikkinchidan bo'lsa to uningacha, uni davrigacha unutmas kerak, ikkita prezident ko'p vaqt hukmronlik qilgan prezidentlar. Bular Kacharyan bilan Sargsyan bular Qorabog' klani edi-da. Qorabog'lar o'zi boshqacha gapirar ekan. Endi biz arman tili bo'yicha mutaxassis emasmiz-ku, lekin hatto grammatikasi ham biroz farq qilar ekanda va ular birinchi o'rinda Qorabog' masalasini ko'tarishardi. Va e'tibor bersangiz, Pashinyan nimasida, kostyumida Armaniston xaritasini ramzi bilan ya'ni Qorabog'siz. Men 29.8 kvadrat kilometrga javob beraman. Shunga men mas'ulman degan gap ham armanistonliklarga baribir ta'sir qildi. Ikkinchidan bo'lsa, yana bir masala, undan oldingi prezident ham Levon Petrosyan ham o'zi Armanistonda tug'ilmagandi-da. Ya'ni ularni elita deb hisoblardi. Buni biz o'ziniki deb hisoblaydi. Masalan, ingliz tilida, rus tilida yoki fransuz tilida u aksent bilan gapirishi mumkin, lahja bilan gapirishi mumkin, lekin unutmaslik kerak, bu orqali ham lahja bilan ham gapirish orqali ko'rsatadiki, men armanistonlikman deydi. Va bu ham ularga armanistonliklar yoqadi. Va bitta holat borki, Putinning oldiga borib, Putinning oldida kerak bo'lsa fikrlariga qarshi zarba ham berib, kerak bo'lsa o'zining demokratik davlat emasligini birta ishora qilgani ham Rossiyani. Bu armanistonliklarning nimasini uni oldiga obro'sini oshirib yubordi. Chunki armanlar ham Kavkaz xalqlarida mana raqib bilan tur berdi, zarbaga chidash berdi va kerak bo'lsa harakat qildi degan masala ularning obro'sini oshirib yubordi va bundan boshqasidan zerikishgan. Yana bitta holat borki, to'g'ri, Pashinyan ideal emas. Arman jamiyati uchun ular juda kuchkinchalik emas. To'g'ri, ilgari 80% edi obro'si. 2020 gacha 80% qo'llab qatnashardi Armaniston jamiyati. Lekin undan boshqalar muqobil variantdan ancha beshbattardi. Ya'ni Kacharyanni ular nima deydi, korrupsiya tizimida ko'rishadi. Karapetyan bo'lsa u Rossiya oligarxi.